Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mening uyim Choshtepa turar joy majmuamizga eng ko'p beriladigan top 5 ta savolga javob beramiz. Qurilish qachon tugaydi va topshirish muddati qaysi? Mening uyim Choshtepa turar joy majmuasining topshirish muddati 2027-yilga belgilangan va qurilish ishlari reja asosida ketmoqda. Majmuada qanday infratuzilmalar bo'ladi? Mening uyim Choshtepa turar joy majmuasida aholining kundalik hayoti uchun qulayliklar yaratiladi. Hududda bolalar o'yin maydonchasi, xususiy bog'cha, dam olish uchun besedkalar, dekorativ favvora, shuningdek, yer osti va yer usti avtoturargohlari mavjud bo'ladi. Loyihaning atrofida qanday qulayliklar joylashgan? Mening uyim Choshtepa turar joy majmuasi shaharning qulay hududida joylashgan bo'lib, atrofida kundalik hayot uchun kerak bo'lgan barcha obyektlar mavjud. Yujniy vokzal, 4-avtobus bekati, Choshtepa metrosi, masjid va o'zgarish mosti. To'lov shartlari qanday? Boshlang'ich 85 million so'm bilan xaridni boshlashingiz mumkin. Qolganini esa 48 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Agar 100% to'lov qilsangiz, sizga maxsus chegirmalar amal qiladi. Ipoteka, subsidiya va penya masalalari qanday tartibda? Loyihada hech qanday subsidiya, ipoteka va penyalar yo'q. Barcha jarayonlar shaffof, oson va halol tartibda amalga oshiriladi. Hech qanday ortiqcha to'lovlar mavjud emas. Agar sizda ham savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki ushbu raqam orqali menejerlarimiz bilan bog'laning.